jigga yangi mashina bo'lsa haydayman deb niyat qilib qo'yganmidingiz? Men sizga zo'r gibrid topib qo'ydim. Chang'an Depal S07. Voy, faralarga e'tibor bering. O'tda go'zalmi? Bitta bosib o'rasizmi shundan? Saloniga vahshiy lekin like bosmasangiz uyat bo'ladi. Bezramichining oynalar. Buni salonini ko'ring, chiroyliligini. Apelsin bilan qora kombinatsiya qilingan ekan. O'tda go'zal. Obshivkalari, plastmassalari juda ham sifatli qilib ishlangan, ko'jalari kombinatsiya qilingan ekan. Stiklopodiyomliklariga e'tibor bering. Eng qiziq joyi, bitta salonga o'tiramiz. Monitor kulib sizga bitta o'girilib oladi-yu. Buni qarang, voy. Jigga yoqqan bo'lsa bitta o'z like bosib qo'ying. Komfortda maza qilib ketasiz. Konditsionerlarni yoqib olib, sizdagi massajlari ham bor ekan, pamyat sideniya ham bor ekan, head-up display, 360 kamera. Yana nima kerak jigga sizga? Bitta orqa salonni ham ko'ramizmi? Orqa tomonini mana. O'tda go'zal. O'zini subwooferlari bor, zavodskoy. Qo'yib yurmaysiz, chunki bilaman, muzikaga juda ham qiziqasiz. Baland qilib eshitish xohlaysiz. Shunaqa paytlarda jigga siz uchun mana mashina maslahat beraman-da. Bizani yo'llagan juda ham zo'r, bilasiz. Chuqurlarimiz juda ham ko'p, yamalar katta. Shunaqa holatlarda bu mashina zo'r yurib berar ekan, lekin bu avtomobil to'liq zaryad va bak bilan 1200 km bosib o'tadi va benzinda 5 litr, atiga 5 litr benzin rasxod qilar ekan. 200 km tokda yuradi. 3 xil rangi bor: qora, seri va qalbiz rangida. Oppo. Narxi keladigan bo'lsa 29900. Garantiyasi 3 yil yokida 120 000 km. Aksiya qilib, komplektida polik, zaryadka, rusifikatsiya, undan tashqari orqa taraf eshigi va laboviga tonirovkani bepul qilib berishar ekan. Pulti ham vashi maminda bor-ku. Pulti ham chiroyli ekan, bir xil mashinalarni bilasiz, u pultini olsangiz, mashina chiroyli deb pulti xunuk bo'lib qoladi. Bunda unaqa emas. Bu sizga har tomonlama yoqadi. Bu mashinani olish kerak, maza qilib haydash kerak-da. Men o'zimga ham yoqdi, bosib o'ramanmi deb niyat qilib turibman sizga o'xshab. Pastda men raqamlar qoldirdim. To'liq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Albatta sizlarni avtosalonimizda kutamiz. Nima qilish kerak? Bosib yurish kerak. Sog' bo'linglar, rahmat.